Yangi yilni yangi xonadonlarda kutaman deb niyat qilganmidingiz? Niyatingiz xolis ekan. Mana sizga 3 xonali, tayyor remont holatidagi, katta kvadraturadagi kvartiramizni, uyimizning narxi ham hamyonbop. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Mana shu videoda ko'rib turgan hamma narsalari qo'shib beriladi uyimiz bilan birgalikda. Bir boshdan obzor, asosiy qurilish eshigimizni, prixoja shkaflar bilasizlar 700-800 dollarga sotadi odamlar. Oshxonamizdan boshlaymiz obzorni. Mana kuxonniy mebellarni yaxshi sifatdagisidan qilib qo'yganmiz. Bu yoq tarafda katyollarni mana shunaqa qilib kirgizib qo'yganmiz. Uyimizning har bitta oynasini o'zini reshotkasi ham mavjud. Domni oldida bolalar maydonchasi, moshina qo'yish uchun parkovkalar va kattalar dam olish uchun besetkalar mavjud. Uyimizda yana ikkita konditsioner ham bor. Ikkita xonasida. Xo'p, bu bitta kichik yotoqxonasi, xohlasangiz zal sifatida foydalanishingiz mumkin. Lyustralarga e'tibor beramiz. Yoqqan bo'lsa videoga bitta like bosib qo'yamiz. Bu yoq tarafimizda esa konditsionerni ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turgan pardalarimiz ham qoladi. Bu yoq tarafimizda esa uyimizning asosiy zali, kattaligiga e'tibor beringlar. Bu yoq tarafimiz uyimizning yuvinish xonasi, yonginasida o'zini hojatxonasi mavjud. Bolalar xonasini ko'rishimiz mumkin, yaxshi remont holatida. Uyimizda yangi hayot Sputnik 16A da joylashgan 7 etajga g'ishli domni 5-etajida. Narxiga keladigan bo'lsak 69900 dollar. Uyimizni bemalol ipoteka xizmati orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Kesinglar yana tepasida gaplashamiz. Bir kunda fond qilib, bir kunda ko'chib kiraverasizlar. Yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz.